Bu videoni ko'rgandan keyin keyingi videoda o'tkazib yubormang. Keyingi video juda ham qiziq bo'ladi. Aynan kim uchun? O'zbekistondan Germaniyaga kelmoqchi bo'lganlar uchun. Mana oshdan birinchi zakazga kirib ketyapti, xudo xolasa. Ko'ramiz, hozir chiqqandan keyin suhbatini olamiz. Mana biz ketdik, xudo xolasa birinchi zakaz tashigani. 2 minutlik yo'l edi. Oshna qisqacha aytib ber o'zingning ishing haqida dastlabki. O'zim furachiman, ishdan tashqari bo'sh vaqtda shuni qilaman. Haftada 3 marta o'rtacha kuniga 3 soat, 4 soat ishlayman. 50-60 euro topaman. Uning ichida chivi, choy-chaqa, qo'shimcha pullari bor. Uni klientlar beradi, ishxona emas. Shu maza qilaman, tinch, sokin, o'zing borib kelib yurasan. 4 soat ishlasang 50 euro bor. Bor. Yaxshi zo'r. Kvartiringga, qoningga, telefoningga chiqib turadi.